Alo. Sidini katta, so'zga kichkina filli suyagidan qilingan edi-da. Kichkina fil shuyadan qilingan. Hozir qaraman. Fil shuyadan qilingan. Yo'q, hozir qarasin. Seni? Assalomu alaykum. U qanaqanasi? U kichkina so'zga bilasiz kichkina. Ochmoq o'xshagan narsami? Nima o'zi bu? O'zi bunda dumaloq, u anaqada hozir. Mardalar kichkina besingina raqamga o'rnida hatiga qolib ketganda. Chunki taylarini qarayapman, hech qanaqangi hech narsa ko'rinayotgani yo'q, kichkina narsa bo'lsa. Hozir meni xo'jayinim rosa urdilar, meni ko'zlarim ko'karib ketgan. Men adashimman, $500 ga olgan ekanlar. Opajon, menga ham zararmi shu yoshim? Biz bunaqa narsani tushunmasak, $1000 bo'lmaydi. Mana biz tushunmasak, qanaqa so'zga? U qanaqa $1000lik qanaqa so'zga ekan bu? Yo, invalidnimi? Invalidni sotganmi? Invalidning og'ziga tiqqanda ko'zidan chiqib keladigan so'zga edi-ku. Ko'zidan? Ko'zidan chiqib kelardi deb nezda. Oxiri mana papal bo'ldingiz. So'zga. Qaysi mashina qanaqa so'zga edi u? Bolamni so'zkasi borman, u so'zga muhim emas. Bundan manaqa marjonlik edi, dodamdan rahmatlidan qolgan edi-da, aka, rosa qidirib olman men. Sizning mashinangizda qolgan qimmat u $450 ga olganlar dodam, aka. $450 olgan mashina qanaqa so'zgaligini? Qarab ko'ring iltimos sizdan. Qaysi mashina ko'kitdamidi yo? Yo'q, 503 Salon Nexia deydi qolgan edi. Men bolamga aytdim, qaramaysanmi dedim. Keyin vang'illab ketdingiz siz. Zargarga olib borganmisiz, Lombardga olib borgan, sotgansiz aka o'shani siz. Nima qilganman? Siz sotgansiz o'sha narsani, qimmatligini bilgansiz, bolamni so'zkasini olib qo'ygansiz, qistirlarni. Keyinda kelib, men ana qilmaydi. Nima deydi? Sotgansiz, qanaqa so'zga faqatdan sotganman. Bu yoki qidirgan. Yo, to'xtab turing, jahl qilmang. Bo'ptimi? Yo, to'xtab turing. Nimani? To'xtab turing, men hali siz oldingiz deyotganim yo'q, aniqlik kirityapman men. Aytasiz hozir, sotgansiz, qayerdan sotgani? Ya, men qayerdan sotgan qanaqaligi? Men bilib o'tiraman buni men. Ya, sotgansiz menga tuhmat qilmagan. Nima joyga bormasan bilan. Yo'q, iltimos jahl qilmang hozir. Men prosta yetibman, siz mashinangizda qolgan bola bo'lib tushirib qo'ygan. Qattasiz? Misraga ilodaman. Qatta? Qaranda Kiylo mahallasida. Mana uyimda turaman, hozir bog'chaga bolalar 5 yildan bolani olib boraman. Hech kim ko'rsam olib qo'yaman, egasiga beraman. Yo'q, agar ko'rgan bo'lsam, olib barchaga shoqlar kimga deb. Men sizni oldingiz deb tuhmat qilganim yo'q, prosta yetyapsiz mashinangizda. Nechisiz qaytasiga sotgansiz. Sotgansiz, zo'rasiz, ko'rmagan narsani men. Ya, qanaqa so'zga, unda olib kirib ko'rsatilmay qanaqa so'zga. Men uni qayerdan bilaman $100 turishini. Otangizga bergan bo'lsa ham. Men sizni tanimasam, bo'tga olib meni ko'zing. Aka qarang, men mojani qarang qidirib, ikkisini birdan tagini ko'ray. Yo'q. Siz meni taniysiz. Endi bu. Sizlarni yechtirishadimi yo'q? Psixologlargacha. Mana bilganim yo'qni qimmat so'zgalaydi. Akajon. Bilmadingizlar. Yo, jonisam aka. Prosta kayfiyatni ko'taradigan. Yaxshi. Keyin so'kkalishmadingmi chiqib? Eng so'kilmay turib. Ayol. Albatta bu hazil.